Voy, bolalar orqaga qaytinglar. Antigayi xodimlari turibdi, shtraf yozishadi. Agarda men bunaqa peshxoddan emas, oddiy yo'ldan o'tsanglar, 125 ming shtraf yozishadi. Mayli peshxoddan o'tasiz, lekin qo'lingizda telefon, gaplashib ketsanglar ham sразу shtraf yozib olishadi. Peshxoddan velikda, samokatda, qo'lingizda telefon, quloqingizda naushnik umuman mumkin emas. Mana o'sha olishmaydi, qochib ketaman desanglar, agar imенно peshxoddan o'tayotgan paytingizda o'rtoqlar gay xodimlari sizlarni rasmga tushirib olishgan bo'ladi. Qahramonga kuniga nechta jarima yozyapsizlar? O'zi maqsad jarima qilish emas, 1000 ga yaqin piyodalarga bayonnoma rasmiylashtirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 138 moddasi bilan piyodalarni sodir etgan qoidabuzarlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 138 moddasi bilan chora ko'riladi. Baza hisoblash miqdorining 3dan 1 qismini tashkil qiladi. O'rtoqlar, iloji boricha podzemniy переход yokida peshxoddan o'tishga harakat qilinglar. Bizning maqsad piyodalarga chora ko'rish emas, ularga faqat targ'ibot tashkilotlar tushuntirishdan iborat. Doimiy ravishda piyodalardan yer osti, yer usti yo'llardan maxsus o'tish yo'llaridan o'tishlarini tavsiya qilamiz. O'rtoqlar, bu videoni срочный peshkom ko'p yuradigan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.